aka, ukalaringizga qarang. Ha? Bu yoqqa kellaringsanlar. Bu yoqqa kel. Ha, tinchlikmi? Yana qachon qor yog'adi? Bir mazza qilib olaylik. Ukalaringiz jonimdan to'ydirib yubordi. Unchalik emasdir. O'zingda ham ayb bo'lsa kerak-da. Nima? Bo'pti, menga ishonmasangiz, unda o'zingiz yaxshilab kuzating. O'shanda bilasiz ayb kimdaligini. Ammo supurib chiqib ketaman, siz bemalol yotib ko'ravering. Qanaqa u yotib ko'rish? Voy, oddiy-ku, mana buni ushlab turing. Sarunos. Yotib olib, ukamni ishlatyapsanmi? Keyin qattiqroq qiling, joningiz bormi o'zi? Qanaqa qilib? Men hozir ko'rsataman. Telefonimni qatga qo'y. Sardor aka, o'zi bunaqa emas edi, boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Ha? Ikkala ukam ham uqalash kerak edi. Bo'ldi. Ha deb nol urmasdan bularni ham o'zingni ukangdek ko'r. Voy, qaniydi? Agar o'zim ukam bo'lib qolganda. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O'zi nech pul kerak edi? Oyi, yana 2 oldik. Voy, nimaga? Tayyorgarlik ko'rmovmidilaring? Yo, darsimizni keyinayim qilib beruvdilar. Nima? Kelin? Ha, oyijon. Ataylab qildingizmi? Oyi, keliniz unaqa qilmaydi-yu, yordam bermoqchi bo'lgandir. Lekin ukalarimchi siz o'ylagandaqa emas. Qo'yde yuvosh demoqchisan, ha?